Sizlarni 25-aprel Humo Arenada shiddatli jang kutmoqda. Tayyor bo'lsanglar, men fight kartni boshladim. Bizada markaziy jangimizda Doston Bozorov 13 ta g'alabali seriyada kelmoqda va uning raqibi braziliyalik Darlan Ferreiraga qarshi jang qiladi. Darlan Ferreira 14 ta jang, 13 ta muddatdan oldingi g'alabada kelmoqda. Keyingi markaziy jangimizda hamma taniydigan Furqatbek Yoqubov bu oldingi Mangu 1 turnirida o'zini IQ'lari bilan eng zo'r zarbalar bilan ko'rsatgan va uning raqibi afrikalik Luthando Bikoga qarshi jang qiladi. Luthando Biko qarama-qarshiligi juda kuchli, eng qiziq janglardan bittasi bo'ladi. Qo'l jangini afsonasi Jahongir Jumayev ko'pchilik taniydi, eng zo'r sportchilardan bittasi va uning raqibi Kamal Guseynovga qarshi jang qiladi. Kamal Guseynov hamma biladi, barbasini ham, ularning texnikalarini ham bu jangi bilaman ko'pchilik kutgan, hammaga qiziq. Va undan keyingi jangimizda Shukurjon Abdurahimov Dushan Burilev hindistonlik sportchiga qarshi jang qiladi. Ko'pchilik o'ylayapti Hindistonda unaqa zo'r sportchilar yo'q deb. Imенно bu jang yana bitta shiddatli janglardan bittasi va qonli janglardan bittasi bo'ladi. Akbar Islomboyev Ermesin Oliveraga qarshi jang qiladi. Ko'pchilik biladi, Akbar Islomboyev imенно shou ko'rsatgan vayslarimizdan bittasi. Jasur Mirzomuhammedov Jashil Ticha bilan jang qiladi. Bu jang menga juda qiziq. Eng og'ir vestada topoviy sportchilar jang qiladi. Jasurni ko'pchilik taniydi. Birinchi One FC sportchisi va Jashil Ticha bo'lsa, hozirda PFLda jang qilayotgan sportchilardan bittasi. Va shuningdek, bizada Muhammad Qurbonov Jackson Laureraga qarshi jang qiladi. Mavlud Tifiyev Teyxun Asadali ozarbayjonlik sportchiga qarshi jang qiladi. Ma'ruf Mabarazikov xitoylik sportchiga qarshi jang qiladi. Bu jang ham men uchun juda qiziq. ATF chempioni Ma'ruf xitoylik eng top sportchilarga qarshi jang qiladi va bizga yana bitta neytralniy sportchilardan bittasi ozarbayjonlik Farid Alibabazada Yerisbek Tilenovga qarshi jang qiladi. Ikkita sportchi juda kuchli sportchilar, o'z kurashini Mangu 2 da o'zini ko'rsatadi. Yana bitta qiziq jang jahon chempioni Rashidov Zafar qozog'istonlik Davren Jakibekga qarshi jang qiladi. Va bizada tojikistonlik Ataxanov Jansu Georgiyga qarshi gruziyalik sportchi bilan juda keskin bellashuv bo'ladi. Karimov Belek bilan jang qiladi. Undan tashqari yana 2-3 ta zo'r sportchilarimiz jang qiladi. Kelinglar, tomosha qilinglar. Mangu professional ligasi haqiqiy MMA nimaligini sizlar uchun ko'rsatadi va MMA muxlislariga zo'r shoularni tayyorlab qo'ygan. Biletlar ITK.uz dan sotib olsanglar bo'ladi. Mangu professional ligasi o'zimizni milliy brendimizni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.